ko'chada o'tib ketyapsiz, qarindoshingiz turgan bo'lsa ham qaramay o'tib ketib qolasizda. Balki u kasaldir, bir betobdir, yo'lda turgandir, kuchi yetmayotgandir. Hayır, o'zi turibdi-da deysiz, o'tib ketib qolasiz. Salomlashmaysiz ham. Mashinangizda o'tib ketaverasiz. Mana shu mehr oqibatda susayganidan dalolat shu. Bu o'sha 3-4 so'm topaman deb turib bo'layotgan ish bu. Ro'zg'or deb. Lekin bir narsani aytib qo'yay. Milliard topasanmi? Qancha bo'lishidan qat'iy nazar o'sha rizq nasibini inson ortig'i qolib ketadi. Dunyo boyligini to'plasang, yig'sang, chaynaganing seniki agar yutolsang. Shoshmay hozir kerak emas, shoshmaydi. Bu dunyo shunaqa ekan. Shuning uchun men bir kun xuddi mana shunaqa muzika chalinib turdi, birovni telefonida eshitib qoldim. Bir o'ris odam gapiryapti. Muzika shunaqa chalinyapti. Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan Jibril alayhisolamning savol-javoblarini gapiryapti. O'ris odam. Bu kishi so'rabdilar Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Yana bizdan keyin yerga tushiladimi? Desa 10 marotaba tushib, eng qimmatbaho 10 ta dunyodagi eng qimmatbaho narsani olib chiqib ketaman. Shundan keyin qiyomat bo'ladi degan ekanlar. Shuni orasida shu mehri oqibat ham bor ekan. Shu mehri oqibat agar ketsa, o'sha qiyomatni eng oxirgi to'shkalaridan yana bir 3 tasidan oldinroq ekan. Kambag'aldan sabr toqat topib ketaman degan ekan. Boydan saxovat topib ketaman degan ekan. Xullas shunaqa ko'p. Endi birodarlar, bir-birimizga ehtiyot bo'laylik. Muhabbat sirlari pinhon, qaro ikki qarorlarda erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda. Og'ay opa singillar to'zib ketma uzoqlarda. Og'ay opa singillar to'zib ketma uzoqlarda. Ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Qolay hasrat, qolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Og'ayin opa singillar to'zib ketma uzoqlarda. Ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Qizlar, qiz bola birovni hasmi deyilgan ekan. Buni men domlalardan so'radim, bu nima degani? Bu shu so'zga tushunmayapman. Qiz bola birovni hasmi degani nima degani desam, o'sha olimlardan biri aytdiki, u qiz bola boshqani birovning omonati degani.
Sen uni saqlab, boqib, ulg'aytirib uzatasan. Birovga uzatasan, birovni omonati degani bu dedi. Qizlarimiz, singillarimiz birovlarning omonati ekan. Qiz bola uzatilar ekan. Uzatilgan joyida o'sha bir oilani a'zosiga aylanib, boshqa bir oilani a'zosiga aylanib, shu oila sohibi ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Ota-onasidan ham, qarindosh urug'dan ham, aka-ukadan ham faqat xonadon sohibi ruxsat etsa kelib xabar olar ekan. Bo'lmasa o'sha xonadonda o'tirar ekan, majbur ekan. Tuzoq mana shu ekan, tuzoq. Yigit uylanar ekan. Uylanib bola chaqa qilar ekan. Ro'zg'or tevrataman deb hali u bozorga chop, hali bu yoqqa chop. Bola chaqa qilib, bola chaqa boqaman deb hali yugur. Mana shunday qilib qarindosh urug'dan xabar ololmay qolar ekan. Mana shu tuzoq ekan. Hali oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoq degani shu ekan. Men buni Zokir akamga Zokir akamga aytdim, akam chorvador. She'rini o'qib bersam yig'ladilar. O'sha boshida. Yig'layapsiz desam, men buni ko'rganman dedi. Nimani desam, shu Alayda dedi, Qirg'iziston nariyagida. Tuyani oyog'ini dedi, sim bilan boylab qo'yishardi qirg'izlar dedi. Shu yerda dedi, u bechora yurolmasdan oyog'ini qirqib ketardi sim dedi.